Spallida ham san o'zing. O'chirib turing. Keraklisi o'zi maza qiladi. Shuncha odam kayfiyat berish o'zi katta narsa. Siz ichkaridagi Xalq bilsin kim buzayotganini, kim shunisi bilan qiziq, shunisi bilan yaxshi. Kuzatib boraman. Приготовились? Assalomu alaykum. Qiziq TV telekanalining ashaddiy muxlislari. Bugun Jamshid Normatov konsertiga tashrif buyurganmiz va eng qiziqarli onlarni sizga taqdim etamiz. Tayyor bo'lsangiz, demak, biz boshladik. Xorazmda ham sushisi bo'ladi. Men bilan birga ketadigan o'rtog'im jami o'radim men dedi. Kimni o'rading sen buni istayapsan? Jamshid Normatov konsertida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Jamshid Normatovni siz bizdan-da ko'proq, yaqinroq taniysiz. Faoliyat boshlangandan beri birgasizlar. Jamshid Normatov boshqa qiziqchilardan nimasi bilan farq qiladi? Akam hayotiy qiziqchi, misol uchun o'zi sanoqli qolgan. Bunaqa qiziqchilar. Akam ham shu hayotiy, hech qanaqangi bir uyatsiz bir narsalar bo'lmaydi. Shunisi bilan qiziq, shunisi bilan yaxshi. O'zingizni konsertingiz xudo xolasa may oyida, xudo xolasa 28-maydan 31-maygacha xudo xolasa tashrif buyuramiz aka. Men bitta san'atkorni chaqirsam, estradamiz yorqin yuzi, Jaloliddin Ahmadaliyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ijodlar ketyaptimi? Kuzatib boraman. Yo'q, nahotki. Mening muxlisi. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Konsert qanday bo'ldi? Konsert zo'r. Aldamang. Ya, men o'zi Rostini. Jamshid akani konsertini o'tgan yil eslayman. Samolyotda sketchet qilib, menga ko'pchilik maqtashganda, samolyotda sketchet qilib, o'sha boradigan manzilimgacha ko'rib maza qilib ketganman-da. Keyingi yil bo'lsa xudo xolasa tushaman, bilet sotib olib bo'lsam devdim-da. Yo, o'zlari taklif qilib qoldilar, xursand bo'lib, bugun maza qilib rostdan kulib ketaman. Konsert zo'r bo'ldi. Ham kuldik, ham yig'ladik, xullas hammasi bo'ldi. Bugun ketmaysizmi debdi. Bo'ldi deganiga bugun dumtat kerak. Bugungi konsert haqida fikrlaringiz? Konsert zo'r omadli, buncha odamni tashkil qilib, shuncha odam kayfiyat berish o'zi katta narsa. Bugun keldik o'rtog'imiz, ukamiz Jamshid Normatov konsertini ko'rmaza qilib dam olib ketyapmiz. Faqat omad davomiyligini tilab qolamiz. E'tirof tushagan lekin samolyotda biznes degan joy bor ekan. Biznes haqiqatan biznes. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hormaylar. Rahmat. Birinchi bo'lib beradigan savol, bugungi konsertni Obid Asomov ko'rganda nima degan bo'lardi? Yaxshi, o'zini ovozi, o'zini stili bor. O'zini shkolasi bor, to'g'risi, yaxshi bola. Durdilar. Adam ham yetardilar. Omadini bersin, sog' bo'lsin, yaxshi yigit. Qog'ozga qarab she'r o'qimaydi-da, lekin yodlab chiqish kerak-da. Jamshid yodlash kerak. U sahnada qog'ozga qarab, bilmayman, dirdirdilar balki hazillashib, orada taqid qilib ketish kerak. Shu qog'ozni bering. O'zim yozgan bitta she'r bor edi. Sovg'alarni tozasini olib qo'yib, cho'ntagiga dollarlarni solib qo'yib, qiziqchini tozasini qo'yib qo'yib. Odam kulsa mazza qilaman, onam kulsa mazza qilaman. Assalomu alaykum aka. Assalom. Normatov konsertida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Salomat bo'ling, rahmat. Bu konsertga raqobatchi sifatida keldingizmi yoki Muxlis sifatida? Muxlis sifatida. San'atkor sifatida emas. San'atkor sifatida ham emas, muxlis sifatida. Endi ijodkordan ilhom oladi. Jamshid Normatovni konserti va Jamshid Normatovni o'zi boshqa qiziqchilardan nimasi bilan ko'proq ajralib turadi va farq qiladi sizningcha? Endi o'ziga yarasha ijodi bor, o'ziga yarasha obraz, xarakterlar topishga qobiliyati bor va eng asosiysi o'zi ijod qiladi, o'zi o'ylab topadi, o'sha tahlil qiladi, taqqoslaydi va o'zi ijod qiladi-da. O'sha eng keraklisi o'zi maza qiladi. Tomoshabin ham maza qiladi. O'zingiz maza qildingizmi? Ha, maza qildim. Propiska olaman deb o'zidan 40 yosh kattasiga uylanibdi. O'sha paytda. Shu paytda shunaqa bo'lgan. Og'aynisi aytdi, kelinni qo'lidan bir choy ichib ketibdi. U kelinligi qolib tomon. Og'aynisi choyni qo'yib, yaxshi o'tirib ketsa, bu xotiningmi, bu enangmi? Bugun nima vazifadasiz? Sahna ortida hozir mana intervyuga bordim. Xayolda yuribsiz. Bu yoqda nima vazifadasiz bugun?
bu nima vazifada emassiz deb ayting. Bitta sahnaga chiqmayapman xolos. Yo'q, hammasi такой 100 gramm 100 gramm 100 gramm deydi. Xullas kalom bu yerda ham mani bugungi vazifam Jamshid akam o'zlarini mehmonlari bor, akalar bor, ularni kutib olib, пригласительный san'atkorlarni chaqirdik birinchi qatorga. Bilmasam, O'zim ham bilmayman. Vроде бы ish ko'p, lekin Yo'qdek. ha, yo'qdek. Har kuni juma muborakdan keyin holatingizmi? Holadan xabar yo'qmi? Labbayda mehkizdagi ishlatyapti. Labbayt. Shogird ustozdan so'radi. Ustoz, filial dig'oni nimadir? Ustoz javob berdi. Shogird, yoshligingda garshokka o'tirganmisan? O'tirganman ustoz. Ana shu hojatxonaning filiali hisoblanur. Ya. Mana do'stlar, kutganingizdek, Jamshid Normatovning konserti yuqori kayfiyatda, ajoyib kayfiyatda o'z nihoyasiga yetdi. To'g'risi, sahna ortida turib ham kulib charchab ketdik. Muxlislar ham juda ajoyib kayfiyatda o'z uylariga ketishdi. Siz esa Qiziq TVni kuzatishda davom eting. Bundan yaxshilari va bundan zo'rlari hamda bundan qiziqlari albatta oldinda. Qiziq TV, sizning kayfiyatingizni biz belgilaymiz.